Bekçilerimiz devamlaştırımız vatandaş. Bugünkü İstak 2022 yıl 10. ayının 16. günü vatandaşım. Ende başta gösterdik. Mane ben sizlerge leksiyen okup vermem burun bunu top doğru anlayışsız başta kıskış toktaldık. Bunun mavzusu mundak. İslam dedim mi? 10. ayının 16. günü bugün. 2022 yıl. Cumhuriyet Partiyası 20. kurultayının aldı da Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi istihbarat rahbarlari mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 3. qatam saylanadigan bo'lsa, Amerika uchun intayin ig'ir oqibat keltirib chiqardi. Mavzuli xabar 10. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Cumhuriyet Partiyası 10. kurultayı açılış aldı da Devlet Meclisi'deki partiya mensupları bayanat e'lon qilib, Xi Jinping qayta saylanadigan bo'lsa, Amerika Cumhuriyet munosabatining kelgusi yuzlanishi ko'rsatadigan ta'siridan ansirashga boshladi. Ular mundaq hisobladi, Xi Jinping rahbarligida Cumhuriyet Partiyası davamlıq bastırı siyasetini yolu qoyub, iqtisadi zorlaş bilen rayonga muqimsizlik paydo qildi. Davlat Meclisi İstihbarat Komitetining bir nafar rahbari mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning 3. qatam saylanishi Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlariga ig'ir oqibat keltirdi. Şunu Xi Jinping'e tehdit selişini birinci derecelik mühim vazife deb qarash kerak. Senatör Bob Menendez ve senatör Jim Rich 10. ayının 14. gün e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Bulanchilik xarakteridagi iqtisod, tartib Tibet ve mustamlik Uyg'uristonda asonlik millatlar madaniyatini, tilini, kishilik huquqini bostirish tarmar qilguchi, amaliyotga moslashmagan yuqumliq virus niqobida qamal qilish bilan sipirlashgan diktaturani eksport qilguchi, Xi Jinping rahbarligidagi Cumhuriyet Partiyasi har qanday chaqdikidan texama haddidan eshib ketdi. Kengash Palata İstihbarat Komitetining raisi senatör Marco Rubio Cuma kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Ham Kengash Palatadagi partiya mansublari, diplomatiya sohasidagi rahbarlar, Cumhuriyet Partiyasi 20. kurultayı açılış aldı turganda mundaq ko'rsatdingiz bo'lsin dedim boya bu qatim birday 10. ayning 14. kuni. Xi Jinping Cumhuriyet Partiyasiga rahbar bo'lib turganda mustabidizmni yo'lga qo'yib, irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yib, iqtisodning taraqqiyoti ostilab ketdi. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlariga aybi ko'rsatib qistab keldi. Deb ko'rsatdi Marco Rubio bayonotida. Marco Rubio yana bayonotida Amerika rahbarlik qilayotgan prensipni asos qilgan xalqaro tartibni Cumhuriyet Partiyasi og'dirmoqchi bo'ldi deb ko'rsatdi. Marco Rubio, senatör Marco Rubio mundaq murojaat qildi. Yani Xi Jinping paydo qilgan tahdidga Amerika intayin ciddi pozitsiya bilan muomala qilishi kerak. Xi Jinping 3. qatam saylansa, Amerikaga va bizning ittifoqdosh do'stlarimizga intayin ig'ir oqibat olib keladi. Senatör Marco Rubio yana mundaq ko'rsatdi. Onunga Xi Jinpingga tahdid silish bizning birinchi darajalik vazifamiz bo'lishi kerak.